Olimlar ta'kidlashicha, tabiatda deyarli yo'q qilib bo'lmaydigan jonzot mavjud. Bu tardigrada, ya'ni suv ayig'i deb ataluvchi mikrojonzotdir. Uning uzunligi atigi 0,5 mm bo'lib, 8 oyoqli bu mitti mavjudotning qobiliyatlari haqiqatdan ham aql bovar qilmaydi. Tardigrada 30 yilgacha ovqatsiz yashay oladi. Uni -270 darajа Selsiyaga muzlatib qo'yish yoki 150 darajа Selsiy issiqlikka duchor qilish ham uning hayotiga barham bera olmaydi. U kuchli radiatsiyaga bardosh beradi va hatto ochiq kosmos sharoitida ham tirik qolishga qodir. Bu jonzot o'ziga xos kriptobioz holatiga kiradi. Tanasidagi suvni deyarli butunlay yo'qotadi. Metabolizmi to'xtaydi va go'yo hayot faoliyati vaqtincha muzlab qoladi. Yillar o'tgach ham suv paydo bo'lishi bilan u yana jonlanib, hayotini davom ettiradi. Bir necha yil avval tardigradalar kosmosga yuborilgan tajribada 10 kun davomida vakuum sharoitida qolgan. Yerga qaytarilgach, ularning aksariyati tirik bo'lib chiqqan, hatto tuxum qo'yib ko'paygani ham kuzatilgan. Shu sababli olimlar tardigradalarni yer yuzidagi eng chidamli jonzotlardan biri deb hisoblaydi. Tabiatdagi bunday hayratlanarli mo'jizalar yaratuvchining cheksiz qudrati va hikmatini yana bir bor eslatadi.